Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Biz o'tgan darsimizda alifbo harflari va unlilar bilan tanishib o'tgan edik. Bugun esa alifbo harflariga bevosita kirishamiz. Bugungi mavzuyimiz alif harfi. Darsimiz davomida alif harfining yozilishi, alif harfining o'qilishi va alif harfining hamza deb nomlangan undosh bilan kelishini o'rganamiz. Alif harfi faqat o'zidan oldingi harfga qo'shilib yoziladigan ikki ko'rinishli harfdir. U har doim satr ustida yoziladi. Alif harfining yozilishi mana bunday. Mana arab tili harflarini yozishda katakli daftar qulayroq. Shuning uchun katakli daftar tutamiz va darslar davomida yozilishi tushuntirilganda o'zimiz yozib ko'rishga harakat qilamiz. Alif harfi uzunligi 2 katak va tepadan pastga qarab yoziladigan harfdir. 2 kvadrat uzunlikda tepadan pastga qarab. Aynan tepadan pastga qarab yozilishi kerak. Pastdan tepaga yozilsa xato bo'ladi. Unaqa yozish mumkin emas. Ya'ni har bir narsaning, har bir harfning o'z yozilish qoidalari mavjud. Alif harfining ikkinchi ko'rinishi o'ng tomondan chiziqni chiziq ustidan keltirib tepaga yoziladi. Ya'ni o'ng tomondan chapga, keyin esa tepaga. Agar e'tibor berayotgan bo'lsak, mana to'g'ri chiziq emas, alif harfining ikkinchi ko'rinishi to'g'ri chizilmagan, ozgina chap tomonga og'ishganroq. Endi o'zimiz yozishga harakat qilib ko'ramiz. Mana yozadigan ruchkamizni, qalamimizni 2 katak teparoqdan ruchkani bosamiz va pastga qarab chiziq tortamiz. To'g'ri chiziq. Mana shunday. To'g'ri chiziq bo'ladi, tekis chiziq bo'ladi. Bu yerda ozgina egri bo'lib qoldi, lekin to'g'ri chizishga harakat qilamiz. Mana shunday. Mana shu harf alif harfi. Yana 2 katak tepadan pastga. Harfning bo'yi aynan 2 katak bo'lishi kerak. Xuddi shundoq. Hech qanday qiyin joyi yo'q. Mana shu chiziq alif harfi hisoblanadi. Endi ikkinchi ko'rinishini yozishga harakat qilamiz. Ikkinchi ko'rinishi o'ng tomondan chapga chiziqqacha kelamiz, so'ngra tepaga. Ozgina chap tomonga og'ishadi. Xuddi shundoq. Buning bo'yi ham 2 katak uzunlikda. Yana bir marta yozamiz. O'ng tomondan chapga chiziqqacha, keyin tepaga. Ozgina og'ishadi. Mana shu. Alif harfi xuddi shundoq yoziladi. Yuqorida e'tibor bergan bo'lsangiz, alif harfi 2 ko'rinishli harf dedik. Ha, aynan shunday. Arab tilida harflarning ko'rinishlari 2 tadan 5 tagacha, 4 tagacha bo'lishi mumkin. Ya'ni 3 ko'rinishli, 4 ko'rinishli, 5 ko'rinishli harflar mavjud. Bunday ko'rinishi ko'p harflar hamma tilda mavjud. O'zimizning o'zbek tilida ham shunaqa. Faqat biz ozgina bu narsaga e'tibor bermaganmiz. Biz bunaqa tarzda o'rganmaymiz. Bunaqa o'rganmasak ham biz o'zbek bo'lganligimiz va ko'p joyda o'zbek tili harflarini ko'rganligimiz uchun qiynalmaymiz. Harflarning ko'rinishi nima uchun ko'payadi? Alif harfining nima uchun 2 ta ko'rinishi bor va boshqa harflarning nima uchun 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta ko'rinishi bor ekan degan savolga javob. Arab tilida so'zlar yozma uslubda yoziladi. E'tibor bering, mana shu gapning o'zi ham yozma uslubda yozilgan va pastdagi yozuv esa bosma uslubda yozilgan. Yozma uslub bilan bosma uslubning farqi bo'ladi. Yozma uslubda harflar bir-biriga ulanib yoziladi. Bosma uslubda unday emas. Arab tili aynan yozma uslubda yoziladi va yozma uslubda yozilganligi uchun ham ulanib qolishi natijasida harflarning ko'rinishlari ko'payib qoladi. Alif harfiga qaytamiz. Mana. Alif harfi birinchi ko'rinishi
Alif harfi ikkinchi ko'rinishi. Mana bu payqagan bo'lsak, ulanib qolgan bir chiziq. Hozir aytdikki, yozma uslubda ulanib yozayotgan paytda chiziqlar paydo bo'ladi. Aynan o'sha chiziq mana shu. Shunaqa chiziqlar paydo bo'lib qolishi natijasida harflarning ko'rinishi ko'payadi. Lekin bu hech qanaqasiga harfning mohiyatidan chiqib ketmaydi. Mana e'tibor bersak, birinchi ko'rinish ham ikki katak uzunlikda, ikkinchi ko'rinish ham xuddi shundoq, faqat o'ng qo'li bor. Hozircha shuni shundoq tushunib tursak bo'ldi. Xudo xohlasa yana ko'proq darslar o'tganimizda bu narsalar yaxshiroq tushunarli bo'ladi. Alif harfining o'qilishi. Alif harfi hech qanday talaffuzga ega emas. Ya'ni alif harfining hech qanday tovushi yo'q. Alif degan so'z bu harfning nomi. Birinchi darsimizda aytib o'tgandikki, harflarning atalishi bor va nomi bor deb. Bu alif harfining nomi hisoblanadi va faqatgina nomi so'ralganda alif deyiladi. Hech qachon alif deb o'qilmaydi. Bu faqat shunchaki nom xolos. O'tgan darsimizda unlilar bilan tanishib o'tgan edik va aytgan edikki, arab tilida 3 ta unli bor. Ular harakatlar deb ham ataladi va harfning ustiga yoki ostiga kelishi mumkin. Harfning ustiga keladigan 45 gradusli mana bunaqa chiziq, 45-30 gradusli mana bunaqa chiziq A deb aytilardi. O'sha chiziqning o'zi harfning ostiga kelsa agar I deb aytiladi. Mana bunaqa shakl harfning ustiga kelsa U deb aytilar edi. Endi e'tibor beramiz. Alif harfining o'qilishi, alif harfi hech qanday talaffuzga ega emas. Mana bu harakatlarni ushlab turgan harf alif harfi hisoblanadi. Alif harfi hech qanday tovushga ega bo'lmaganligi uchun ham bu yerda harakatning o'zi o'qiladi xolos. Shunda mana bu A, bunisi I, bunisi esa U deb o'qiladi. Juda ham oddiy. Alif harfining talaffuzi yo'q, shuning uchun harakatlarning o'zini aytyapmiz xolos. A, I, U. A, I, U. Yana alif harfi hamza deb nomlangan undosh bilan ham kelishi mumkin. Hamza mana bunaqa belgi va hamza ham undosh hisoblanadi. Lekin undosh bo'lsa ham alifboga kiritilmagan. Buning o'z sabablari mavjud. Xudo xohlasa hamza haqida batafsil darsimiz bor. O'sha darsda hammasini aytib o'tamiz. Alif harfi hamza bilan kelganda qanday talaffuz qilinadi? Biz bilgan alif harfi va ustida hamza belgisi. Mana hamzaning ko'rinishi. Mana shu ko'rinish alifning ustida turibdi. Keyin hamzaning ustida biz bilgan harakat A harakati. A unlisi. Bu yerda hamza alifning pastida, uning pastida esa I. Bu yerda esa hamza alifning ustida, uning ustida U. Bu yerda esa alif, hamza va sukun kelyapti. Buning o'qilishi ham xuddi yuqorida aytib o'tganimizdek. Mana bu A deb o'qiladi. Bunisi I, bunisi U. Bunisi esa tutuq belgisi bo'ladi. Ya'ni tutuq belgisi, to'xtash belgisi deyiladi. To'xtab o'tib ketiladi shunda. O'zi sukun to'xtash edi-ku. Shunda to'g'ri tushundingiz. Mana bu hamza bilan kelgan alif, hamza bilan kelmagan alif bilan bir xil o'qilyapti. Bu ham A, bunisi ham A. Ikkalasi ham A deb o'qiladi, lekin bularning farqi katta. Bular aslida teng emas. Hozir boshlang'ich bo'lganligimiz uchun bularni teng deb va ikkalasini ham A deb o'qiymiz. Buni I, bunisini ham I deb o'qiymiz. Bunisi U, bunisi ham U deb o'qiladi. Bunisi to'xtash. Sukunni hamzasiz alif bilan keltirmagan ma'qul. Qo'shimcha o'qish uchun birgalikda o'qiymiz. A, A, I, I, U, U, A, U, A, U, A, I, A, I, A, A.
a. Bu yerda ikkinchi hamza bilan kelgan alif ustida sukun turibdi. Birinchisida u turibdi. Bunisi u deb o'qiladi, bunisida to'xtaymiz. U, u, i, i, a, a deb o'qiladi. Bugungi darsimizda sizga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shular edi. Kelgusi darslarimizda ko'rishguncha xayr. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.